Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi klat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qochining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash so'pinini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildiruvsi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pinlari. Shunday qilib yaxshi o'yindan Dada, bu sizning so'tingiz. Voy, nim bolam bu? Soat Shveysariyaning saytidan oldim. Soat? Hamma siz sharp oldi. Voy bolam, voy avoroflarga. Issiq saqdim sozilmaydi. Voy rahmat bolam, rahmat. Moda ko'ring. Rahmat. Hada bu sizlar yo'qsizmi? Bizgimi borma? Bek yaxshi jumobda. Rangim bek chiroyli ekan. Bek asker. Maqsad dadamning Ma qaysarning qapimay kelgan deb qo'ying. Nimizga opsizda bolam, ha? Loyiqlar emas, sadashinglar. Shunday yaxshi. Sizga bolam, rahmat. Yarashdi. Hey. Nima qaytib keldin? Hozirlama? Ma endi cho'nglarni yana kelgan. Nima ishkan bolam? Ma doktorxonadan telefon qilibdi. Shu kelib kelsam, muhim bir ish bor dedi. Muhim ish bo'lsa darhol berib kelmamsa. Nima? Ha? Bo'ldi, men hozirlab boray. Hozir kelsak nomsiz? Hech qis yo'q qizim. Siz o'tirib turing. Bizda kechki tomoqni birga yemasak bo'lmaydi. Rost. Simcha tutib turinglar. Men berib kelay. Maqsad oldi dada, endi kelganda. Tez ber, tez kel. Ha. Voy bolam, sayohatinglar nima ko'rdinglar? Bir deb turinglar, ha? Bek ko'ngilga pek chiroyli ekan u yerlar. Shundaqmi? Ben bekleyin işim fakirler az. Neymiş ne? Bugün bir aynen tuğlan günde teşi barılan balığa sen telefon koydu ya bana. Çıkardım kelim. Sabah yapıp koydu. Sizler doğulgan günge pek ehmiyet verirkensizler. Ama? Şu cih dostlar yığılıp, tamak yerken. Normal spor. Şuban ançımız görürse paranı koyuyorsun. Sizler bakmazlar. Ya. Biz pek ötüzüp gelsek şu öydüklerle lahmayız. Ziya gerek. Telefon gidelim. Fena. Hatalaşırsak bugün sızın mı? Ulan kırılsın değil mi? Bugün mü atı mı? Biz kandak bildiniz. Ötken kıtım açılan futbollarının arkasını retigeni görüp algan lekin olduruz fakat isim kalmaktı. Pek sert oldu. Vay. Yok ben Kaysar Akka işte olmaydı. Ama Allah yardım bir şey ya.
Dada. Bulan baydan bir telefonumuz fakat ilinmedi. Bugün işten baldırak düşüp, öyge baldırak kelen bulamdı. Nima? Keshdimi? Ha, bo'ldi, ma'qul. Eli ko'rishaylik. Hozir sal oldirishdim. Ma'qul. Mahbalana. Xo'sh, jiddiy bo'lsa-mu, gapni tugatib qo'ymamdi telefonni. Voy, balalarım sizlarni saqlatib qo'ydim, ha? Mana bu. Qancha pul bo'ldi aka? 30 so'm. Rahmat. Pulab qo'ydim. Ranjimanglar. Ma'qulamsa, ma'qul, xo'sh. Olim, qo'psan. Voy olim. Voy, qanday ahvoling? Yaxshimi? Yaxshi. Mana shu Beijingga tuqqanimmi shu? Shu Alim daga. 你好，怎么样？上次那100公斤卖得非常好，是吗？ 3天时间就卖完了啊！我这次到新疆来，主要目的一个目的是为了旅游啊，其主要目的是过来看看你，拜访一下。谢，来，我们坐。Vay. Ha. Shu manda gap, bugun men Renan tug'ilgan kun ekan. Voy, nimishki burroq demaysan? Men endi bildim shu. Shu kechda obdara tamoq etib uyda tabriklab qo'yaylikkin degan. Voy, ma'qul. O'zing tezroq qaytib keljimi? Ma'qul. Unutib qolma amma. Qolgan kech berib ishlayapsiz. Mayna ishlayapman. Xo'sh.阿里姆大哥，这次呢，我主要目的还想多订一点这个切糕。因为上次的100公斤呢，我卖得非常好，不到3天时间卖完了。所以呢，这次我的目的就是为了要多订一点，但是有要求，阿里姆大哥。您说？这一次呢，我走的比较急，过几天就要走，得麻烦阿里姆大哥辛苦一下。你那么快就走？是的。不过这是个好事儿，我加班就行了，你放心好吗？感谢。阿里姆大哥，这个呢是定金。要什么定金呢？我们是老朋友嘛。不，阿里姆大哥，这个呢是规矩。阿莱不的。我也完了。行，好，这事也成了啊，这是个好事。那我们先走吧。多，你们他妈也忙死呢。阿里姆大哥说晚上要请你吃个饭。阿里姆包的，我别干大巴扎不是去个对的，给把爱人迷茫克拉什么呢？조금 미만 qilma. ma'qul. Voy, shu qaqa ishdan ashta qo'rlashtirib oldi. Yaxshi qilibsiz, opa. Tushundim. Ha, bolam, keldingmi? Ha, keldim. Yeng kiyim setib olsanda, ha? Sen kiyim elish xeli ustajimi? İping var sadi seninki. Eklemen bir ko'rib baqay. Ay, bo'ldi, kiyim aka. Amma gap qila. Ne bo'ldi? Erkagina otib, erkak. Vayjon. Omma. Voy, bolam. Buni o'zingga olmagansan? Voy, omma, kelsa bir adam bir ish qilib qo'ymaydi bunda. Buni o'zing kelmaydigansan? Mushtiman kelgandim. Bugun Renan tug'ilgan kun ekan. Uni azob qildimmi, amma uni so'qmayib olgan. Yaxshi. Ha, adash, qandaq bo'ldi? Ang bo'lmaganda 20 ming bo'lsin bo'ladi. Ma'qul. Har tamog'im pishib qoldimi? Voy, tayyor bo'ldi aka. Kelin bola-chi. Voy, soyatni bek yerib ketgan o'xshaydi, uxlayotdi. Nima, Jasurning keldigan vaqti bo'p qoldi. Chaqirib chiqamiz qizni. Men chaqirib chiqaman. Ha, shunday qila, uyg'otdi. Tamoq yeyli. Ha, bo'ldi. Jabir. Nima qilaman?
Ayrıcampning qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ichimlikning chempioni Ayrıcamp. Qalğaç markalı sopun paraşuti vətib erkin çıxırdı. Vay nemening? Qırnan Qalğaç markalı sopun paraşuti. Men Dilkan Xalqaro so'zi chekish shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Shu qo'rning hammana shu parlar qo'riydi. Mana qo'ldan. Ha aka. Çay qo'yg'ashtiraymi? Bo'ldi, qap birdan saqlab turaylik. Voy, Mo'min. Farizat nimda kep bulamaydi u? Hozirla keldi apa, hozirla. Ha. Dada, ems akamcha? Akam hozir ishini tugatib kelmoqchi. Hozir keldi. Evet. Qo'saq bek ichib ketdi, biz yavrindik ya. Mo'min, birdan saqlayli. Mayli emsa. Hammamiz jam bo'lgan deyman. Ha mana, keldik. Keldi. Achamke. Acha, apa qizim. Meni yedim kila. Kila. Dada, yeliqi. Mana bu ko'k rangli hujjat sumkamni ko'rdingmi? Ko'k rangli hujjat sumka. Ha. Balam, bak zo'r bo'lmasa, tamoqdan keyin izdayli. Shu bek zo'rurti, bekchiditi hozir oldirapman. Voyjon, acha. Xizmat debsa siz kerak emasmi? O'ldira birdan achamaga. Men xizmat kerak. Men oldirash bo'lgandan keyin sen o'sib bekatana to'magandan keyin. Acha, sizni gap qila. Kim bekachga? Sen to'liqmi xizmatchi o'g'anmi? Acha! Jambo'misa qilsangmamda xizmat deyotgansan. Isni ocham o'qog'ni. O'zing jumava yarmas. Kim yarmas? Hey. Do'stlarni qara. Bo'ldi. Bu mushunda ey. Ma'qul, men yarmas bo'lgan ishimni qilay. Tomoq sizlar yanglar. Hey, Qaysar. Voy, nima bo'ldi? Xush kelding. Hey! Öydümü yok. Yaxshimadi? Bek yaxshi. Yaxshi o'pib borma. Oyoqni joyib turmagan. Hey! Neş oldu mu? Yana soğuşup kapsada. Şu. Bu öykü soqışıdğa öy olgan dikin. Soqıştık şu. Cesur bu. Balam. Aram bir kelganda tamoqni yemaymoqamsizlar. Dada biz keyin tiklaylik. Voy aka. Bu balalarga gap qilmag'i ne bo'ldi? Apa, men Qaysarni chaqirib kiray. Tamoqimiz yavramdoq. Men chaqiraydi. Mayli. Bu balning ko'nglini yerim qilib qo'ydik mana. Shu. Qachon cho'ng bo'laki bu ballar hech bilmadi. Dağa, ballarınız çoğun öptü. Meni minut saqlab turing, hozir chiqaman. Hey Mo'min, senize. Qarang bu Qaysarning Renat olgan so'g'isga. Hey, ma ishqislimda kirmaydi u. Mana elimda. Nima? Buni Qaysarga bersiz? Ama.
Avaylab men atağa. Kela. Hemen. Çapayım apa. Qaysar aka, xopamay shuna yaxshi bo'ldi-ku. Kirkitayli. Xopamay. Tağa? Ha. Soda. Ha. Bunu o'g'irlamadim. Mo'min deydi-ku. Seni şu oqsoqolmoqchimi? Nimati bu? Ha. Bu mashina sizga tug'ilgan kuningizga olgan sovg'a ekan. Mana, o'z qo'ling bilan bergin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Qattiq tushdingizmi? Yo'q. Doktorxonaga boramdi. Yo'q, bolam, hech qisi yo'q. Doktorga hech ketmaydi. Tiyilib ketib qoldim. Yaqinda pat-pat mashinada bo'lib qoldim. Tunugin tug'ilgan kuningizda toza yaxshi bo'lmay qoldi bolam, ha? Yo'q, tog'a, shunday yaxshi bo'ldi. Yilim sizlar borgansizlar. Bo'ldi. Bo'lma, o'zim qilib olmayman. Ya, siz ishingizga kechikib qolmang bugun. Ulguribdim, tog'a. Yo'q, o'zim qilyapman. Bu ish qilsa bo'ladi. Juring. Nima, ha? Tog'a, diqqat qiling, yiqilib ketmangmi? Ha, xotirjam bo'ling. Qo'y. Qaysar. Bu sening xoliga vaqt kelgan so'riningmi? Yo'q. Nima yo'q? Bu yerning tuzumini sen obdan tushuntirib qo'ymsan bo'lmaydigan o'xshaydi. Chechangni yasat deb necha qitim dedi. Menga vaqt bering dedi. Ha, ma'qul. Mush yozatgan chechangmi shu? Qani ma'anda. Masalan, qora oyoq kiyinglar deb necha qitim degandimi? Qora oyoq kiyish shunchalik tasma. Bugun yana kechikibsa. Mashina bilan ikkinchi qitim bo'ldi. Endi yana bir qitim kechiksang, demisam bilasan-ku, qanday bo'lganini. Men gapni bir qilaman, ikki qilmayman, ha? Unda bo'lsa, boshqalarga yana gap qilishning o'rni yo'q. Bugungi faoliyatning mazmuni hammanglarga aniq-ku. Kayfiyatni ko'tarangi tutib, yaxshi ishlaymiz. Unumni yaxshi ko'taramiz, ha? Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Ishoninglar bilan. Uzoq hopda bunda birga o'tirib tomoq yemagili. Nimishqa muhokama yig'ini hozirga o'rlashtirildi deyman. Bir oldirashchilik. Jasur? Ansam ilmiy maqola yozishga tayyorlik etibsiz. Charchab ketgansiz. Yo'q, ancha emas. Tayyorlik vaqti uzoq bo'ldi emasmi? Shuni to'xtatib qo'ysam bo'lmoqdek. Qancha oldirash olsangizmi, kechda uyga qaytib kelam. Hozir doktorxonalar uyini almashtirib qo'yasiz, jumi. Ma'qul. Qani, tomoq so'yib qoldi. Ilinglar bolalar, ilinglar. Ilinglar. Charchaq ya. Bismillah. O'tgan islarnikiga borganni qarasam, so'qmoq do'konlardan uyinglarning o'rni pek yaxshi ekan. Hammasi dadangizning nomidami? Ha, dadamning nomida. Do'kon bilan uyni birlashtirsa, xili cho'ng bir yer bo'lib qolgandek. Shundoq obdayani astaqli qo'yib qo'ysa, siz zoy ketamdi qandoq? Ikkisini birlashtirib bir ish qilgan bo'lsanglar, pek yaxshi bo'lar ekan-a? Men bu to'g'riliq o'ylashib boqmabdim.
Albatta shundoq bo'ldi-da. Siz kun aldirash ishlab, bemorlarning holidan xabar oladigan tursangiz, buni o'ylashga cho'lingiz degandi. Lekin bularni o'ylamasangiz bo'lmaydi-da. Shundoq obdan ya'ni so'qmoq to'kini qilib qo'ysa, sen afsuslanarli ish bo'lib qolarmikin? Agarchi uning o'rniga bir go'zallik saloni qursanglar, buning foydasi hozirgidan nechasi qatlar ekan? Bu deganlaringiz to'g'ri, apa. Lekin dadam do'konni o'zgartirgan xiyol yo'q ekan. Agar bo'ldigan yer bo'lsa, mablag'ni men chiqarsammi bo'ldi? Rasmi apa? Ha, qizim. Keyincha baribir Jasurning bo'lgan tursa. Hozir mush fursatdan foydalanib, hadingiz bilan iningizga pulni bilish berib, qog'iniga o'zingiz idorlik qilsangiz bo'ldi emasmi? Ularga yetarlik pulni-chi? Men chiqarib passam bo'ldi. Shu apamning-chi bunday islabak ipva. Yana kelib o'zim bak qiziqdi. Uning ustiga go'zallik saloni hozirgi bozorlik kasblarning eng oldib qoldi. Keyin igdorlik qilsangiz texim yaxshi bo'lmamdi. Hadam bilan inimga fursat aytmasak ham bo'ldi. Bo'lmaganda pul versak ham bo'ldi. Shundaymi, apa? Ha, ularga foydaning o'lishini bilib bersak bo'ldi. Bunda qilsak texim yaxshi bo'ldi. Rost texim yaxshi bo'ldi-kan. Shundaymi, Jasur? Ha, yaxshi bo'ldik. Hozirda jamiyatchi kishilarning ortiq ko'rin bo'lgani yaxshi. Siz qonam bilan yaxshiroq maslahatlashib bering. Agar qo'shilib qolsa, mablag' ishidan andish qilmasangiz bo'ldi. Ma'qul. Qani, ilova. Ilova berma. Ilova bilan. Bugun havo xeyli yaxshi-ku. Voy shu, havo bek yaxshi turdi. Farizat bilan bozorga berib cho'gilab kelaylik deyishgan to'q. Nima ish qilmoqchisanlar bozorda? Voy shu aka, uni buni ko'rgach turaymi deyman a? Bo'pti. Uyda yolg'iz o'tirgandan bilib berib kelgin bo'lmasa. Ma'qul aka, ma'qul. Nima balam telefonda. O bilan. Ha, ma'qul. Shen saqlab turg'in. Nima ayol bo'lmayli bormayjimi? Ha, ma'qul. Amis men berib kelay aka. Ha, ma'qul. Berib kelinglar. Xaridormi oz turdi, bek zo'r qilib ish qilib ketmayjimi? Yo'q, o'zim yetishiman. Ma'qul aka, ma'qul. Diltor, ishinishdingiz? Shunda. Bugun bir tomoq ichdim, bilib berib kelamdoq. Bugun bir do'stim bilan ko'rishdigan deyishib qo'yibdi-kanman. Ha? Bo'ptamsa. Yaxshimisiz? Kichikkin shunchalar qo'shib ketadi. Tashakkurlar. Adaş, aldığında baxıcılman. Banka qarızı vaxtı düşmey, senin pulunu vaxtı qaytırıb verəmədim. Xapı bulmay, bir neçə gün saqlab dura alasan mı? Nima? Neçə gün avvalda xabarsiz pulunu berib etgan tu? Nima? Birisi berib etdi? Ha. Kim o? Bir direktor. İsmi Polat dedim o. Sen tanımamsan? Polat? Ha. Tomoqcha qasam chiqmaydi-ku. Tomoq bitamdi, o'tmamdi gap. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi.
Aşo cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchay. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suvsimish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Vatva erkin çıkarıyorsun. Vay nemine? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, kapalmasın cay, çilger gülnün, tikini bürge, güzel dur yüzü de, dağ bulsun o ay. Çilger gülnün tikini bürge, güzel dur yüzüne, dal bulsun ay. Kısmetler hemlige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat rahman. Kısmetler hemlige okşaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat bakın nur, bakın kanaat, esindin ketmisin şu adli savat. Kısmetler hemlige okşaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat bakıttır, bakıt kanaat, esindin ketmisin şu adli sabah. Esindin ketmisin şu adli sabah.